Uy sharoitida sizda limfodema bor yoki yo'q yoki rivojlanayotganligini qanday bilsa bo'ladi? Bu videoda shu haqida gapiraman. Mening atim Mavlonbek Adhambek o'g'li, men plastik jarroh, limfolog hisoblanaman. Birinchi gapiradigan limfodema bu ikkilamchi limfodema haqida bo'ladi. Bu onkologiyadan keyin, operatsiyadan keyin yoki travmalardan keyingiga biz ikkilamchi deb nom beramiz. Birinchisi bu ko'krak bezi onkologiyasini misol qilib olaman. Kasallar nimani his qilishadi? Odatda operatsiyadan keyin uzoq vaqt 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oylab suyuqlik tortishadi. Doktorlar, onkologlar buni seroma deb nomlanadi. Aslida seroma ham bu limfa suyuqligi. Limfa suyuqligi nega o'tdan hosil bo'ladi? Chunki ko'krak bezi olib tashlangandan keyin limfa tomirlari ham kesiladi, jarohatlanadi. Shuni hisobiga suyuqlik doim ishlab chiqariladi. Bu suyuqlikni o'sha ma'lum bir vaqt tortib turiladi va tomirlar qisman tiklanadi, qisman esa yo'q. Uyda qanday uslub bilan biz qo'limiz ishlayotganligini bilishimiz mumkin. Birinchi oddiy uslubi bu santimetr olib, ya'ni qo'lda lentali santimetrda biz aynan yelka sohasini o'lchaymiz, ikkala tomonni ham va solishtiramiz. Solishtirish bir marta bo'lmaydi. Masalan, bir hafta, 2 hafta, 1 oy davomida masalan 3-4 marta qilishingiz mumkin. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi yana solishtirishimiz mumkin bo'lgan narsa bu barmoqlar bilan terini ushlaymiz. Agar sog'lom tomonida ko'p holatlarda ushlasak, bizda bemalol teri barmoqqa ushlanadi. Kasal tomonda esa qattiqroq shaklga keladi, ya'ni biz terini ushlasak, xuddi bir qattiqroq narsa ushlanganga o'xshaydi. Undan tashqari yana hissiyot bor, ya'ni simptom bu og'irlik hissini sezishingiz. Yelka, kurak sohasida xuddi bir og'irlik ilib qo'yganga o'xshagan hissiyot ko'payishi boshlaydi. Mana bu holatlar, ana undan keyin esa yelkani pastki qismiga qarab turib biz farqini ko'rishimiz mumkin oynaga qarab ayollar. Ya'ni agar siz ko'rganingizda yelkani pastki qismi agar kattalashayotgan bo'lsa, bu o'sha limfodemani boshlang'ich davrlari hisoblanadi. Bu holatda biz limfologlarga uchrashib maslahat beramiz. Nega? Chunki bu kasallikni faqat boshlang'ich davrlarida to'laqonli tuzatishlik mumkin. Boshlang'ich deganim hali tomirlar o'zini xususiyatini o'zgartirmagan, holatini o'zgartirmagan paytga aytiladi, vaqtga. Agar boshlang'ich davr emas, keyingi davrlarga o'tadigan bo'lsa, bu shish, aynan limfa shish bu surunkali holatga o'tadi. Surunkali degani bu umringizni oxirigacha bu shish bilan yashashingizga to'g'ri kelishi mumkin.